Yurtimizda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni ona vatanga sadoqatli qilib voyaga yetkazish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezidentimiz ta'kidlagandek, yurt taqdiriga daxldorlik hissi va vatan himoyasi har bir yigit uchun muqaddas burchdir. Ana shu ezgu g'oyalar asosida tashkil etilgan Vatanga qasamyod tadbiri yosh avlod qalbida yuksak mas'uliyat va faxr tuyg'usini mustahkamlamoqda. Tadbirda Davlat xavfsizlik xizmati safida xizmat qilish uchun Jizzax, Namangan, Navoiy, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan kelgan yosh askarlar ishtirok etdi. Bayramona harbiy liboslarda saf tortgan yosh chegarachilar tantanali ravishda qasamyod qabul qildi. Ularning har birining ovozida qat'iyat, qalbida esa ona vatanga bo'lgan cheksiz muhabbat va sadoqat yaqqol sezilib turdi. Bu lahzalar har bir askar uchun umr bo'yi unutilmas tarixiy voqea bo'lib qolishi shubhasiz. Kelgusida muddatli harbiy xizmatchilarimiz xizmat davrida ham oliy o'quv yurtlariga to'g'ridan-to'g'ri imtihon topshirish huquqi berildi. Bundan tashqari har bir askarni tanlagan kasb yo'nalishi bo'yicha xizmat joylarida o'qitish va xizmatdan keyin ularga o'sha tanlagan kasb yo'nalishlari bo'yicha tegishli sertifikatlar berilishi ham joriy etildi. Tadbir davomida harbiy chiqishlar, saf ko'riklari va ko'rgazmali mashg'ulotlar namoyish etildi. Bu esa yig'ilganlarga yurtimiz himoyachilarining tayyorgarligi, intizomi va salohiyatni yaqqol ko'rsatdi. Ayniqsa yosh askarlarning harakatlaridagi aniqlik barchada katta taassurot qoldirdi. Shuningdek, tadbir ota-onalar va yaqinlar uchun ham unutilmas onlarga boy bo'ldi. Yaqinlarning qo'llab-quvvatlashi yosh askarlar qalbida vatanga xizmat qilish, unga sodiq bo'lish tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Endilikda ular yurt tinchligi, xalq osoyishtaligi va sarhadlar daxlsizligini ta'minlash yo'lida o'z burchlarini sidqidildan ado etishga kirishadi. Mana bugun ozgina hayajondaman. O'tgan yili mana shu payt men ham bular singari shu joyda qasamyod qabul qilganman. Mana bugun xizmat raisining tegishli buyrug'iga asosan imtiyozli delegat oldim. Xudo xohlasa kelgusida iqtisod yo'nalishida o'qishga topshirmoqchiman. Bu kabi tadbirlar yoshlar qalbida vatanparvarlik ruhini yuksaltirish, ularni matonatli va mas'uliyatli etib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.